Piyodalik enshpillarni nima uchun o'rganishimiz kerak? Hamma narsani boshi va oxiri bo'lganidek, shaxmatda oxiri bu enshpil deyiladi. Misol tariqasida 16-jahon chempioni Magnus Carlsen yoki bo'lmasam o'zimizning Nodirbek Abdusattorovni aytishimiz mumkin, chunki ular hozirda enshpil bo'yicha eng zo'rlari hisoblanadi. Men Nigmat Vortiq, Osiyoning 5 karra g'olibi va xalqaro sport ustasiman. Ushbu video darslar davomida biz sizlar bilan piyodalik enshpillarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyatlarda har bir shaxmatchi bilish kerak bo'lgan qoidalar, uslublarni birgalikda o'rganamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugundan boshlab yangi piyodalik enshpillar deb nomlangan darsliklarimizni boshlaymiz. Piyodalik enshpillarni nima uchun o'rganishimiz kerak? Yoki bizga qanday foydalari bor degan savollar tug'ilishi mumkin. Ularga esa shunday javob bergan bo'lardim. Birinchi navbatda piyodalik enshpillarni o'rganayotgan paytimizda u yerda sipoh kamligi uchun biz hisob-kitobimizni ham kuchaytirib olishimiz mumkin. Ikkinchi navbatda esa piyodalik enshpillar muhim va aniq enshpillar toifasiga kiradi. Chunki piyodalik enshpillar o'yinning eng oxirgi paytlar bo'lganligi uchun u yerda kichkina xato ham juda katta o'zgarishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz sizlar bilan bugundan boshlab piyodalik enshpillar darsliklarimizni boshlaymiz. Bugungi birinchi darsimizning mavzusi kalitli xonalar deb nomlanadi. Xo'p, kalitli xonalar qanday xonalar u? Nimaga u kalitli xonalar deb aytiladi? Shuni birin-ketin o'rganamiz. Xo'p, kalitli xonalar deb biz shunday xonalarni aytamizki, qachonki kuchli tarafning shoxi kalitli xonalarning birini egallay olsa, unda kimda yurish navbati bo'lishidan qat'iy nazar g'alaba qozonadi. Agar egallay olmasa, vaziyat durang bilan yakunlanadi. Keling, shu gaplarimizni misollar tariqasida ko'rib chiqamiz va yanada chuqurroq bilib olamiz. Birinchi misolimizga e'tiborimizni qaratsak, bu yerda biza kalitli xonalar deb ikkita shoxning orasidagi, ya'ni C6, D6 va E6 xonalarni biz kalitli xonalar deb aytamiz. Chunki boya ta'kidlaganimizdek, kuchli tarafning shoxi bu yerda kuchli taraf oqlar, chunki piyoda ustunligi mavjud. Kuchli tarafning shoxi kalitli xonalarni birini egallay olsa, kimda yurish navbati bo'lishidan qat'iy nazar g'alabaga erishadi. Agar egallay olmasa, vaziyat durang bilan yakunlanadi. Xo'p, eng qiziq joyga yetib keldik do'stlar. Eng qiziq joyi shundaki, bu vaziyatdagi umumiy natijani kimni yurish navbati ekanligiga aniqlab beradi. Masalan, deylik, yurish qoralardan. Vaziyatimizga yana bir e'tibor qaratsak, qora shox hozirda uchala kalitli xonalarni, ya'ni C6, D6 va E6 xonalarini bemalol qo'riqlab turibdi, ya'ni oqlarga egallash imkonini bermayapti. Lekin yurish navbati qoralarda bo'lsa, masalan, deylik, shox C7 xonasiga yurgan taqdirda, shox E6 xonasiga tushgan holatda oq shox, ya'ni kuchli taraf kalitli xonalarning birini egallaydi va g'alaba qozonadi. Yoki bo'lmasam shox E7 yurgan taqdirda oq shox C6 xonasiga yuradi va yana o'sha, ya'ni kalitli xonalarni birini egallaydi va keyinchalik g'alaba qozonadi. Ana endi yurish navbati oqlarda bo'lsa, nima bo'lishini ko'rib chiqamiz. Masalan, deylik, shox E5 katagiga yuradi. E'tibor beramiz, kalitli xonalar qisqaryapti. Shuni hisobiga shox E7 yurgan holda qora shox oq shoxni kalitli xonalarni egallashi yo'l qo'ymaydi va durangga erishadi. Yoki bo'lmasam shox C5 yursa, ana endi shox C7 yurgan holatda yana o'sha gap.
Ya'ni kalitli xonalarni birini egallashga yo'l qo'ymaydi va durangga erishadi. Keyingi misolimizga e'tiborimizni qaratsak, shoxni 6-qatorga, piyodani 5-qatorga joyladik. Xo'p, o'tgan misolimizdan biz bilamizki, ikkita shoxning orasidagi xonalar, ya'ni D7, E7 va F7 xonalari kalitli xonalar deb aytiladi. Lekin shu joyda eslab qolishimiz kerak bo'lgan qoidadan istisno holati mavjud. Ya'ni qachonki oq shox 6-qatorda va piyoda 5-qatorda joylashgan bo'lsa, bizda yana ikkita qo'shimcha xona, ya'ni D6 va F6 xonalari ham mavjud bo'ladi. Ya'ni bu xonalarni ham biz kalitli xonalar deb ataymiz. Chunki oq shox bu xonalarni birini egallay olsa, kimda yurish navbati bo'lishidan qat'iy nazar g'alaba qozonadi. Masalan, deylik shox D6, shox D8, chunki kalitli xonalarga birini egallash yo'l qo'ymaslik kerak. Ana endi biz piyodani oldinga suramiz. Shox E8 va yana bitta piyodani surganimizdan so'ng yurish navbatini qoralarga beramiz. Va qoralar shoxni F7 ga chiqishga majbur va biz shoximiz bilan D7 da yurgan holatda keyingi yurishda farzini chiqib g'alaba qozonamiz. Xo'p, do'stlar, bugungi kalitli xonalar mavzusidagi darsligimizni yakunlaymiz. Siz yanada bu mavzuni chuqurroq o'rganishni istasangiz yoki bo'lmasa bugungi dars orqali qanchalik o'rganganingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, siz uchun uyga vazifalar qoldiramiz. Javoblarni kommentariyada yozing. Biz esa keyingi darsliklarda javobini aytib o'tamiz. Birinchi uyga vazifamizda yurish oqlardan bu vaziyatda siz to'g'ri yurish qilib, keyinchalik kalitli xonalarni birini egallashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi uyga vazifada biz kuchsiz tarafdamiz, ya'ni biz to'g'ri yurish qilib, raqib shoxini kalitli xonalarni birini egallab olishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, do'stlar, biz bilan bo'ling, bizni kuzating, chunki piyodalik endshpillar darsliklari juda ham bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Mabodoga bitta darsni o'tkazib yuborsangiz, keyingi darslarda qiynalib qolishingiz mumkin. Shuning uchun biz bilan bo'ling, bizni kuzating.